Germaniyaning eng katta stadionida futbol ko'rgani bordim. Nemis futbol klubi Borussia Dortmund BVBning muhim o'yinlaridan biriga keldik. Stadiondagi barcha tekshiruvlardan o'tib, o'z joyimizni egalladik. Bu yerdan ochilgan ko'rinishni qarang. O'yin boshlanishidan oldin klub madhiyamizni kuyladik. Nihoyat ovozni yaxshilab sozlab olganimizdan keyin orziqib kutilgan o'yin boshlandi. Shunday qilib ovozimda ovoz qolmadi. Juda ham emotsional o'yin bo'ldi. Germaniyaning eng katta stadionida eng yoqtirgan nemis klubini 4-0 ga yutdi va Bundesliga tablitsasida birinchi o'ringa chiqdi.